juda ko'p marta urinishlar bo'lgan, shu meni prezidentdan chetlatishgan. Ha matbuot xizmati tomonidan bo'lgan, ba'zi bir matbuot to'liq xizmat emas, ma'lum bir shaxslar tomonidan. Shu qabul qilishmasa, hattoki shunaqa endi ayollar chiqmaydi prezidentga deganlar ham bo'ldi. Uni ham ko'rganman. Va o'zimizni axborotda ham bo'lgan shu xursand bo'lishadi chiqmasa. Bir xillari hammasi emas. Masalan, boshqa byuroni buni darrov bajarish, sevara chiqmasin deyishdi. Tepadan aytishdi chiqmasin deb. Ha mayli chiqmay qo'ya qolaman, boshqa qilaman deb chiqmaganim qancha bir 20 kuncha chiqmayapman. Chiqmayapman, uyimda xamir qilib, ishimni qilib o'tirsam, telefon tez yetib keling, narsangizni yig'ing, vodiyga chiqasiz dedi. Voy, menga mumkin emas, o'zingizlar zapret qiluvdinglar, u yoqdan aytishuvdik. Hop, Sevara opa, iltimos tez yetib keling, mashina keldi, kiyimlarimni tashladim. Endi u o'rganish bor. Bitta chamadon doim turardi. Tish pastasi, cho'tkasi, hali hamma narsa, kerakli narsalar turardi. Ikkita uchta kiyimni tashladim, o'tirdim. Shu bilan ketdik Namanganga qarab. Lasetti kelyapti, shunaqa kelyapti. Manchi uchib ketadi deb o'yladim. Uchib kelib, mana shunda razворот qilib, ikkita g'ildirak ko'tarilib ketdi mana bunaqa. G'ing'itib kelib, polkovnik Gai, "Opa, o'tiring" deydi mana bunaqa qilib. Voy xudoyim, men deb o'tirdim. Ketib, "Hay, subhanalloh, subhanalloh. Ay, sekin. Ya, ag'da to'polon bo'lib yotibdi" deb hali Namanganlik. Ag'da to'polon. Nima to'polon, nima bo'lyapti bilmayman. Obir g'ing Kosonsoy nech 20 minutda yetib bordik Kosonsoyga. Endi eng rahbar bitta katta odam bor. "Qayerda yuribsiz?" deydi. "Kecha komanda bo'lgan-ku, samolyotga chiqsin deb sizni" deydi. "Yo, siz umuman qayerda yuribsiz shuncha paytdan beri?" desa, "Anu matbuot kotibi eshityaptimi?" Boy kelgandan keyin, "Allo, axborotga hammasiga Sevara opani qo'yinglar. Qayerga bo'lsa Sevara opani qo'ying." Mana shunaqalar bo'lardi. Allohning o'zi shundoq ko'tarib olib borib qo'yardi.